qo'yga savol berishibdi-da. Sizlar bo'rilarni yaxshi ko'rasizlarmi yo yomon ko'rasizlarmi? Desa qo'y aytibdi, biz bo'rilardan qo'rqamiz. Yomon ko'ramiz bo'rilarni. Kali odam aytibdi, cho'ponlarni-chi yaxshi ko'rasizlarmi yomon ko'rasizlarmi? Siz cho'ponlarni yaxshi ko'ramiz. Nega cho'ponlarni yaxshi ko'rasizlar? Cho'ponlar bizga ovqat beradi, tekin ovqat beradi, bizani boqadi. Bo'rilar bizani yeydi. Shuning uchun bo'rilarni yomon ko'ramiz, cho'ponni yaxshi ko'ramiz deyishibdi. Cho'ponlar sizlarni so'yib yemaydimi debdi. Qo'y o'ylab qopti-da, to'g'ri cho'ponlar ham bizani so'yib yeydi-yu, lekin cho'ponlar bizga tekin ovqat beryapti-da debdi. Shuning uchun biz yaxshi ko'ramiz cho'ponni deyishibdi. Endi bu yerda gap qo'yda ham emas, bo'rida ham emas, cho'ponda ham emas, tekin ovqat haqida gap ketyapti-da. Kam oilayli ishlarni ko'pida tekin ovqat bor. O'sha tekin ovqat deb aytadigan bo'lsa, o'sha yerda ishlayotgan odam boshida vaqtinchaligiga ishlab turaman shu joyda. Keyin palon niyatlarim bor, shu joylarga o'tib o'zim sex ochaman, zavod ochaman, fabrika ochaman deb niyat qiladi-da ko'pi. Ba'zi bir odamlarga shu narsa o'zi yaxshi, tabiiy hol. Misol uchun shu oddiy bo'lsa ham, shu mashinaga ham qiziqmaydi, velosipedga ham qiziqmaydi. Shu oddiy hayot kechirib, qora qozon qaynab tursa, och qornim, tinch quloqim deydigan odamlar bor. Endi u odam tabiati. Shunaqa o'shanga moslashgan odam, unga respekt. Ularga hech kim hech narsa demaydi, hech qanaqa bir yomon narsa yo'q. Lekin o'zi bir katta narsalarni maqsad qilgan, katta narsalarga erishaman, hozir shu yerda vaqtinchalik ishlab turaman degan odamlarning ko'pi shu tekin ovqatga boylanib qoladi. Keyin oradan shunaqa yillar o'tib ketganini bilmay qoladiki, sizni so'yib yeyorsa ham endi mayli endi deb qoladigan joylari bo'lib qoladi. Chunki o'sha siz tekin ovqatga o'rganib bo'lgansiz. Orzu havasingiz, o'ylagan narsalaringiz, o'zingizga odamlar har kuni 1-2 soat vaqtini o'ziga ajratmaydi. Shunaqa odamlarda ajratishga vaqti ham bo'lmaydi. Shu tekin ovqatni ham o'zimda qaraganingizda tekinga bermayapti sizga. O'sha siz ishdan charchab kelasiz, отключаться qilasiz, u bo'ldi, u boshqa narsani qilish tugur, shu amallab uxlab olib yo damim kuni nimadir qilib olay deysiz-da. Keyin ertasi kuni yana ishga chiqib ketishingiz kerak. Oylikdan oylikga, dumbini quvlayotgan kuchi bor. Oylikdan oylikga xuddi o'shanga o'xshaydi-da. Tekin ovqat man degan shu zo'r bo'lib yurganlarni ham boshini egib qo'yib, oxiri shu qo'yga o'xshab so'yilib, yeyilib ketsa ham, ha mayli endi deb qo'yadigan narsaga olib kelib qo'yadi. Endi bu narsalar to'g'ridan to'g'ri tushunmasanglar ham, ichidagi majoziy ma'nolarini qaraydigan bo'lsanglar, odam o'zi nimagadir erishgandan keyin, nimagadir muvaffaqiyatga erishgandan keyin o'zi ko'p narsani bilgan odamlar ham sal kamtarroq bo'lib qoladi o'zi. Lekin hech narsaga erisha olmagan odamlar keyin boshqalarni ham yomon ko'rib qoladigan. Boshqalarga ham negativni odamlar bo'ladi-yu. O'zi bir ikki qilib ko'rgan yo'q, qilmagan yo'q, o'zini qo'lidan hech narsa kelmaydigan odamlar keyin bir muvaffaqiyatga erishgan odamlarni yomon ko'rib qoladigan darajaga kelib qoladi. Lekin ayb o'zi tegi asli shu odamning o'zida bo'ladi. Sani kim qo'lingdan ushlab turibdi? Sani o'sha 5 yil oldin, 10 yil oldin kim qo'lingdan ushlagan? Kim birov seni majburlaganmi desangiz, yo'q deydi. O'zing qilgansan shu narsani. O'zing xohlab shu yerdan o'qisan. Endi o'sha bo'ldi, o'sha kech, bo'yningda krediting bor, qarzing bor, nalog, oila, bola, chaqa, o'sha tekin ovqatdan keta olmaysan ham o'sha. Bo'ldi, boylanib qolding.
uni endi bizib chiqib ketishi uchun nima kerak? Allohdan so'rab, duo qilib, o'zing bir harakat qilishing kerak-da. Boshqa iloji yo'q endi shuni yorib chiqib ketishingga. Senga birov olib kelib turib, "Ma" deb qo'ymaydi. Lekin misol o'sha kallali bir nimagadir erishgan odamlar, "Mana shu qilinglar" deb maslahat bersa ham, o'sha maslahatni olmaydi bir xil o'sha negativniy odamlar. Ba'zi boshqalarga yomon ham ko'rsatib qo'yadi. Mana bir internetlarga kirib qaranglar, nimagadir mana jahon chempioni bo'libdi, mana bo'libdi degan odamlarni ko'rasiz, yaxshi deysiz. Kommentariyasiga kirsangiz, shunga ham bir narsalarni topib yozganda odamlar. Otalar so'zini bir ko'rsatuvini ham kommentariyasiga kirib yomon nimadir yozgan. Shular qanaqa odam deb o'ylaysizlar? Yo bir bilmayman, masjidda o'tirib domla gapirayotganmiz, shu domlaning gapiga ham bir negativ yozadigan odamlar bor. Qanaqa odamlar deb o'ylaysizlar? O'ziga hech narsaga erisha olmagan odamda, o'shani hammasi ham emas, shu bir xillari shunaqa bo'lib qoladi. Erisha olmagandan keyin bir o'zi bir narsaga yetishgan, gurkiragan odamlarni ko'rsa, shu baxilligi kelib qoladi-da. U ham pastga tushsin, meni qatorimda men bilan teng bo'lib qolsin deydi. Baxilli bog'i, lekin ko'karmaydi. O'zingizlar bilasizlar. Endi bir xil narsalar bor, siz bilan mendan maslahatlashmaydigan, so'rab o'tirilmaydigan narsalar bor, ba'zi bir narsalar. O'zgartirish qo'limizdan kelmaydigan narsalar bor. Ularga endi moslashishga majburmiz. O'sha o'zgartirish qo'limizdan kelmaydi, endi bizani ixtiyorimizda emas. Misol uchun deylik, mana hozir molga pasport degan narsa chiqdi. Kuchuvga pasport degan narsa chiqdi. Chet davlatga sotmasangiz ham o'zimiz o'lsa o'lganlik haqidagi guvohnoma degan narsalar chiqdi. Bir shariy shariy nima uzr, bir nikoh o'qtirib, nikoh qog'ozlari deb shunaqalar ham aytishyapti-da odamlar. Da o'ylaysizda, agar sizdan so'raganda qo'yinglar, nima kerak bor bunaqa ortiqcha qog'ozvozlik, ortiqcha pul to'lab, boshqa narsa, ertaga boshqa bir kunda million-millionta mol so'yilib ketadi, go'shga chiqib ketadi u narsalar. Qo'yinglar, endi unaqa qilmanglar, derdiz agar sizdan mendan so'raganda. Lekin bu narsani o'sha biz o'zgartira olmaymiz, qo'limizdan kelmaydi, endi shu narsaga moslashishga majburmiz. Endi to'g'ri kelib sizdan mendan so'rasa, fikrimizni o'zimiz aytamiz. Bu go'sht qimmat bo'lib ketadi. Hani itlar bitta it tug'sa bir 10 ta tug'ib tashlaydi. U 10 tasiga pasport menimcha puldan olgandan ko'rasi bittasini boqib oladi-da, qolgan 9 tasini ko'chaga haydab yuboradi. Ko'chaga haydab yuborgandan keyin qolgan 9 tasi keyin nima ko'chada yana daydi kuchuvlar paydo bo'lib ketadi. Yana odamlarga tashlanish, boshqa qilish, ishlash. Mana misol mening mahallamda 1-2 yil bo'lib qoldi. O'sha daydi kuchuvlar bitta odamga tashlangan. Hali odam shu joyda yuragi yomon bo'lgan, o'lgan. Men o'zim ham kechqurun ko'chada yuraman. O'sha daydi kuchuvlardan mashinada bo'lganman-da. Katta kuchuvlar ham bor, tashlanadi, boshqa qiladi. Ertaga mana bu pasport degan narsa chiqqandan keyin bilasizlar, kuchuvlar ko'p tug'ib tashlaydi. Uni ham hammasini ko'chaga chiqarib yuborishi ham mumkin haligi odam. Qo'yi bor, moli borlar ham bir 1000 ta moli bor, 100 ta moli borlar bor. 10 ta molingiz bo'lsa ham, agar 100 ming so'mdan bittasiga pasport qilganingizda ham narxini bilmayman hali endi. Prosta 100 mingdan qilganingizda ham 1 million so'm pul berishingiz kerak ekan. U 1 million pulni kechirasizlar-ku, oddiy bozor qilib ro'zg'orlik qilib chiqsangiz, yeysiz-da bola chaqangiz bilan o'tirib. Yoki 1 million so'mga tovuq olib qo'ysangiz, qancha tovuq olasiz, qancha tuxum beradi. Agar hali bilmayman, tovuqqa ham pasport bo'lmasa, men hali eshitmadim bu narsaga. Agar kamchilik, men bir prognozlarni bilmayman-ku, lekin shunaqa narsalar bo'lsa, mana siz agar o'zgartirish qo'lingizdan kelmaydimi? Yuragingizni siqmang, asabingizni ham buzmang. Lekin o'zingizni nima o'zgartirish qo'lingizdan keladi? O'zingizni rivojlantirish. Boy bo'ling, shunaqa boy bo'lib ketingki, shu 100 ming so'm, 800 ming so'm berib yuboradigan darajada boy bo'ling, kuchli bo'ling, aqlli bo'ling, zo'r bo'ling. Tekin narsalarga, tekin shu ovqatlarga boylanib qolmang. O'zingiz sal mustaqil nimadir qilib qo'ying. Bizani qo'limizdan keladi, harakat qilsa bo'ladi-da, misol. Men ham hozir misol uchun har kuni 50 tadan ajimani qiladigan bo'lsam, o'sha misol 6 oydan keyin o'sha men boshqacha o'sha figuram bo'ladi. Bu meni qo'limdan keladi-da.
Lekin qo'limdan kelib turib qilmaydigan bo'lsam, u meni aybim bo'ladi. Hech kimning aybi yo'q. Shuning uchun bu molga pasport deyishyapti, u deyishyapti. Bu balki ertaga admin bo'lib ketar bu narsa. Mayli endi biz ham to'g'ri eshitib, bilib qo'yaveraylik, qabul qilamiz, nima qilamiz endi boshqa o'zgartirish qo'lingdan kelmagan narsani o'zgartira olmaysan, qo'lingdan keladigan narsani o'zgartirib o'zingni o'zing yaxshila. Boshqa gap yo'q bu. Bu shunaqa gaplar TV kanali agar kimga ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, endi bir gaplashib o'tiramiz deb bitta like bosib qo'yasizlar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi suhbatlarda ko'rishamiz, xudo xolasa. Keyingi mavzu nima bo'lishi haqida ham bir yozib ketinglar o'zingizlarni. Shu mavzu haqida ham fikringizni yozib ketinglar. Hikoyalarimiz real voqealar, hayotiy gaplarni gapirishda davom etamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.